Sun'iy intellekt yordamida pul topish degani bu qanaqadir chaqaloqlarning videosini qilib yoki bo'lmasa faqatgina shu rasm yaratib turib pul topish degani emas. Yaqinda bitta biznes bilan biz $20,000 tejab qoldik. Ya'ni ularni kundalik hayotida qilayotgan IT kompaniya takroriy ishlarini sun'iy intellektga biz implementatsiya qildik, qo'lladik va 2,5 oylik vaqt hamda $20,000 taxminiy pulni tejab qoldik. Bu bizneslarga nima degani? Agar sizni biznesingiz sun'iy intellekt bilan ishlamayap turgan bo'lsa, kundalik tasklarni avtomatlashtirmayap turgan bo'lsangiz, demak bu ishni qilayotgan turgan katta kompaniyalar bilan yana orangizdagi farq kattalashib ketaveradi. Agar siz katta kompaniya bo'lsangiz va sun'iy intellektni hali ham ishlatmayap turgan bo'lsangiz, kichkina kompaniyalar aynan sun'iy intellektni ishlatishni evaziga siz bilan oralardagi farqni qisqartirib borishaveradi. Qisqasi, qo'pol qilib aytganda, sun'iy intellektdan pul topish bu faqatgina narsa yaratib turib pul topish emas, balki kundalik hayotdagi ishlarimizni unga topshirib turib, arzon ishchi kuchi sifatida foydalanib turib ham va sifatli natija olish orqali ham bo'lishi mumkin ekan.